Assalomu alaykum birodarlar. Bu kishi indoneziyalik Yusuf, ismlar Yusuf. Bizga Imom Buxoriy haqida qisqa tarix aytib berdilar, ya'ni 1965 1965-yili Indoneziyaning birinchi prezidenti SSRga, ya'ni Rossiya hududiga, u payt SSR bo'lgan O'zbekistonni Rossiya hududiga borib Imom al-Buxoriyning qabrlarini qidirgan ekanlar. Topisha olmagan. Yana qidirgan amallab Samarqanddagi, ya'ni O'zbekistondan aniqlangan. Ular tashrif buyuraman o'sha qabrlariga. Juda yaxshi inson bo'lganlar. Ya'ni hadisni bir nechta hadis to'plami, sahih Buxoriy kitob yozdi, ko'p haqida ma'lumot bilganligi uchun ular qabrlarga borib ziyorat qilish xohlaganlar, ha. Topgan amallab o'sha paytda O'zbekistonni rasmiy idoralari topishgan, lekin juda ham xaroba bo'lgan ekan. O'shaning uchun kunduz emas, kechasi olib kelishgan ekan. Rossiyadan san'at uchib kelsa bo'ladi. Poyezd olib kelishgan ekanda, bir necha soatda shu kechasi kirib boraylik deb. O'sha yo'lini faqat tozalab qo'yishgan, bo'ldi, tozalamagan ekan. Juda uni xaroba joy bo'lmaganligi ko'rsatmaslik uchun-da. Bular prezidenti borishgan ekan, kechasi yetib borishgan, chiroyli qilib, faqat o'sha joy obodonlashtirilgan, u joyda hammasi rosa joyda, xullas, musor hamma yoq axlat to'pilgan. Ertaroq ibodat qilinganda, o'sha ya'ni ibodat qilinganda sig'inmagan, ziyorat qilinganda. O'sha 30 pora Qur'onni o'qib tugatguncha tongga qo'ygan. Tongga qo'ygan ekan. 30 porani tushirgan. Bitta o'tirishda. O'shaning uchun keyin qarasa hamma yoq yomon yotibdi, yaxshi emas, obodonlashtirilmagan. Keyin O'zbekistondan Rossiyani so'ragan ekanda. Mana qabrlarni bizga bergan, biz uni chiroyli qo'yaylik, olib ketaylik Indoneziyaga, ya'ni qadrlaymiz qabrini, sizlar buni xarob bo'lib yotgan ekan buni deganda. O'shandan keyin imomlarga yuzlansa qarasa juda olim inson bo'lgan, hadis. Nima deydi? Hadis. Before by Uni Soviet, right? Before this Uni Soviet, under the Nikita Khrushchev. Hadis olimlarga keyin bilishganda, xullas keyin ular obodonlashtirish boshlangan, boshqa qilingan, ziyoratgohga chiqarib qo'yilgan. O'shalar bular sababchi bo'lgan ekan, Indoneziyaning birinchi prezident sababchi bo'lgan. Birinchi topilishiga ham, obodonlashtirilishiga ham, ziyoratgoh qilishiga ham sababchi bo'lgan. Bular juda yaxshi bilishadi uni. Moskvada turib aytganda, o'shanga boraman men. Tushundim kelib ketyapti, anonim internetim yo'q, anoni yoqib uli gapirtiraman. Yo'q, hozir Xudo yetkazdi. Qayerdan kelib qoldingiz siz? O'z Toshkentdanman men. Yo'q, hozir bu yerga mana yerdan keldim. Xudo bizgachi, Xudo sizni yetkazdi. Biz qiynalyotgandik-da, qanaqa biz xursand bo'layotgandik. Imom Buxoriy haqida ma'lumotga ega ekan indoneziyalik. Nimaligini tushunib Biz mana hozir sizni bizga Xudo yetkazdi. Ismingiz nima sizni? Shuhratjon. Kasbingiz nima sizni? Zo'r shifokorman, doktorman. Ha, doktorsiz, ana qarang. Xudo yetkazdi sizni. Yana bir ikki savollar beringchi. Yusufjon. We are very happy after your speak about al-Bukhari, about the history of al-Bukhari, then founded Maqbara Kubra. What do you say about al-Bukhari again? Yeah, Bukhari is the person who has many hadiths from the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, right? Then he bring all of us from the hadith Allah and then al-Buxoriy juda ham ko'p hadis to'plagan ekanlar. Rasululloh sallallohu ummatlariga Alloh sallallohu hadislaridan juda ham sahih to'plamni qilishga sababchi bo'lgan bir inson bo'lgan ekan. Because one of our president he knows Bukhari, but he doesn't know where is the kubur of Bukhari. This one, when the Uni Soviet invite him to go to Uni Soviet, our president don't want to go if you don't find the kubur of Imam Bukhari. And with the president of this one, then he's searching. Everybody searching where is the Imam Bukhari. Finally he found. Then make a good list. Until now this everybody can make ziyarah. Inshallah. Al-Buxoriy juda yaxshi inson bo'lgan, farishtadagi inson bo'lgan. O'zlari xohlagan ekanda bevosita al-Buxoriyning qabrini qidirishgadi.
qidirib ziyoratgoh qilishga o'zlari hissa qo'shgan ekan. Birinchi prezident Indoneziyani birinchi prezident. Juda ham xursand bo'laman. Bukhari in ma'lumot. the Samarkand. Yes. Samarkand, Uzbekistan. Imam Bukhari names. This is Indonesian language. This is my language. Indonesian language. I cannot translate. So the history is when Uni Soviet president call him. You know this who is Tirmizi from Uzbekistan. Yeah, also. From Tirmizi, yes. Also. The city of Imam. Yes. Al-Bukhari Al-Tirmizi from Uzbekistan. Indonesia learn all of the hadith. Amazing. So probably from there, huh? How old you? I am 59. 59. Ah. Very nice, very nice. Very young. Look How like about you? How about you? 38. To see my son. Your son? To see my son, like my son. First son? First son? My son 32. 32. Very nice. Nima rahmat. Qancha gaplashsak bu gap I tugamaydi. am 59. 59. Juda ham biz xursand bo'ldik. Yoshlar necha o'xshaydi? Yoshlari Ada? 60-50 atrofida. 59 ekan. 59. Lekin yosh ko'rinar ekan, lekin Yosh ko'rinar ekanlar. Yosh ko'rinar ekanlar haqiqatdan. Rahmat. What do you work? I work in petrochemical in Qatar. What does mean? Petrochemical. What does mean? For chemical. Chemical? Yeah. Ha, kimyo. Kimia. Kimyo bo'yicha mutaxassis ekan. Not teacher, No. I am engineer. engineer. Ha, kimyo sohasi injener ekan. Engineer for. One question. What about salary? Sorry, alhamdulillah. Very nice. Very big. $10. No. Approximately like per month. Oyliklari so'radi. Qancha? I have to. Hozir hisoblab berar ekanlar. I have to calculate how much You need- dollar. you I need have to. Xudo bizga yetkazdi. Yusufjonmi? Yusufjonningizmi? Maybe like something like Ha? Yusufjonmi? Shuhrat. Shuhratjon. something like 500 pul. 5,000. 5000. Nima? Shuhratjon, katta rahmat. Bizga juda ham Alloh rozi bo'lsin. katta yordam berdingiz. Xudo xohlasa inshaalloh 5,5 ming. 5,5 ming. sog' bo'linglar. Ancha biz ma'lumotga ega bo'ldik. Juda ham Ko'rkiga. sizlarga katta rahmat aytamiz Yusufjon. Rozi bo'lsin, sog' bo'ling. Inshaalloh. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin.